Yeah? Wait, there's cats. I want a cat and a rat. Ololisa. Qizlarim event qilib kelganman. Bizga mana bunaqa ichimliklar berishdi. Maza qilib ichib o'tiribmiz, ya. Yasmina turnoqlarini qidiryapmiz. No, pues si no nos van a dar cuenta. Wow, Imona! Juda chiroyli. Say thank you. What? Thank you so much. Короче, mana bunaqa paketiklar sovg'a qilishdi, ichimliklar oldik. İchlarida sovg'alar bor, mana bunaqa brasletlar, rosa ko'p sovg'a qilishdi, paketlarimizda ham bor. Hozir Imonaxon borib ichimlik olyapti yana. Chunki mana kofening mazasi yoqmadi menga. Yep. Ikkala Yeah, great. 2-3. O'sha mashhur va go'zal Miniso Store'ga keldik. Koreyskiy, yaponskiy zo'r narsalar sotiladi bu yerda. Qizlarimga maktabga chiqishiga oz qoldi. Ikkalasiga hozir bir xil qilib chiroyli sumka olamiz. Agar bularga yoqsa, yaxshi sumkalar topsak. Mana bu sumka zo'r, no bizga to'g'ri kelmaydi, bu kichkina. Imonaning sumkalariga. Topib ko'rdingmi? It's okay, Yasmin, omad. Yerga tushdi уже. Mana qizimni pastda ishlatadi-da, shuni ko'rsatyapti. Qara menikida deb. Men shu yerdan olganman-da, qizim, yura qol. Yoqmadimi? Opasi sumka ko'rsatyapti. Yoqmadi bu. Yo, bola. No, you don't need it. We have, qizim. Oh, wait. Okay? Wait, I'm not sure. Yasmin, qara, mana bu sumka yoqmadimi? Pinkisi ham bor ekan. Look. No? $30 ekan bu. Okay, maybe this. Yeah. Okay, kit. You can try, Yasmin. Qaranglar, qag'iga dur sepishni ham biladi bu qizlar. Smelling good? Can I smell? Oh, can you help? Like your favorite. Wow. Help. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, kanikullamiz xudo xolisa yakunlanish arafasida. Rovna 1 oy qoldi, adashmasam. Или 1 oydan sal kamroq. Sayohatlarimiz chiroyli o'tdi, xudoga shukr. New Yorkka kelib olganmiz va bugun qizlarimni bitta zo'r eventga olib bordim. Pop-up anaqa event Amerikada, nafaqat Amerikada, butun dunyoda mashhur Sticky Rose degan anaqa bormi? Yo, Anna, Anna and Aaron and Darren. Xullas, mana shu qizlarni 3 ta qiz otini aytdi bular. Enna yana bir narsa amerikanskiy ismlarga tilim kelishmaydi. Короче, o'sha qizlarni kanalini bular kuzatar edi, juda ham qiziqib kuzatar edi. Ular stikerli brasletlarni reklama qilar edi. O'zlarini o'ylab topgan ideyasi bo'yicha shunaqa brasletlar sotilardi ko'p magazinlarda. Imonaga 2 marta olib bergandim ham. Bugun o'sha qizlar New Yorkda o'zlarini taqdimotlarini anaqa uyushtirdi. Kecha bir kun oldin joyband qildirgan edim va qizlarimni borib uchrashtirdim. Imona, xursand bo'ldingmi? Enani ko'rib, juda ham chiroyli qiz. U videolarida Imona ko'rib o'tirganda qarardim. O'zbek qizlarga, tojik qizlarga o'xshatgan chiroyli qiz ekan derdim.
bugun hayotda o'zini ko'rmay shok bo'ldim. Yuzlari tiniq, takoy krassotka qiz ekan. Shunaqa qizlarni tinmay quchoqlab, ular bilan gaplashib, rosa chiroyli общениyalar qilishdi va sovg'alar berishdi, ichimliklar ichdik, videolarda ko'rganlaringizdek. Xullas, eventni o'tkazib, mana uyga qaytyapmiz. Yasmin, qo'lingni ber, yo'ldan o'taylik. Menda desalaringiz ozgina yengil toksikoz o'tyapti. Yasmin aka, Xudoga shukr, og'ir o'tmayapti. Imonaga 2 qat paytim juda ham qiynalganman. Aytgancha tabriklab yozganlarga, eson-omon bag'ringizga bosib oling, siz uchun xursandman deb yozganlarga katta rahmat. Keyin ko'p kishi o'g'il farzand sizga tilayman deb yozgan. Imona tezroq o'taqa mashina kelyapti. Biza Imona tug'ilganida xo'jayinim menga yana 2 ta qiz tug'ib berasiz degandilar. O'shaning uchun na samom деле menda o'g'il xohlayman, farzand bo'lgandan keyin aralash bo'lsa nur ustiga a'lo nur. Lekin qiz tug'ilsa ham xafa bo'lmaymiz, chunki erim orzusi amalga oshadi. O'g'il farzand bu Xudoning marhamati, lekin qiz farzand bu Allohning rahmati. Так что qiz o'g'il deb farzand ajratmaylar. Sizlarga yolg'ondir, Xudoga ayon, gaplarim yolg'on bo'lsa Xudo shohid. 2 qat ayolman, musofirdagi ayolman, hech ham yolg'on gapirmayman. Ko'nglimni ko'chasiga ham kelmaydiki, o'g'il farzandim yo'liga. Nimagaki, men kech turmushga chiqqanman, kech bolali bo'lganman. Oila, farzand bu men uchun juda ham muqaddas. Til tekkizmaydigan va birovga til tekkizdirmaydigan temam bu. Men bilasizlarmi, o'sha ayol kishining qornida bola qimirlashi, bola katta bo'lishi, qo'liga o'zini birinchi farzandini olishi, farzandi bilan ilk uchrashuvi, farzandini o'zi ko'kragida emdirishi, qanaqa bo'lar ekan bu, qanaqa baxt ekan deb bu narsaga yuguringlar. Qiziqar edim va mana shu baxtni his qilganimga shukr qilib yashaydigan ayolman. Mana gapim yolg'on bo'lsa Xudo shohid. Hech ham aytmadimki, "Ey Xudo, menga qiz farzand berding, yana qiz farzand berding yoki endi o'g'il farzand bergin" deb hech ham aytmadim, nola qilmayman. Eng muhimi bilasizlarmi men uchun nima? Qiz bersa ham, o'g'il bersa ham muhimi sog'lom farzand bersin, chunki bilasizlar Imona qizim kech gapirgan va mana shu Imonani kech gapirgani uchun ham qo'rquv menda bo'lgan, juda ham stress bo'lgan kuchli. Men befarzand emasligiga shukr qilgan ayolman. Ya'ni befarzand bo'lib, farzand qanaqa bo'lar ekan, o'zingni farzanding qorningda qimirlashi, uni emdirish, bu tuyg'ular qanaqa bo'lar ekan degan nima deydi, xayollarda yashamaganimga Xudoyimga behisob shukrlar qilaman. Tak что o'g'ildir, qizdir, Allohim sog'lom farzand bersin. Hech o'ylamanglar, voy men bunga hozir o'g'il farzand tilab yozaman, bu xursand bo'ladi deb. Avvalo tilaylar uchun rahmat. Aytayapman-ku, Xudoyim bersa, aralash bersa, nur ustiga a'lo nur. Yana qiz farzand tug'sam ham hech xafa bo'lmayman. Yuzimga soladigan erim yo'q. Nabarut erim qiz farzand xohlaydi. 3 ta farzandimiz qiz bo'lsa, Xudo xolasa erim hazilchin aralash aytganlaridek jannatga putyovkamiz bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri inshaalloh. O'shaning uchun rahmat tilaylar uchun, yaxshi niyatlar uchun qo'lim orib qolganida ikkinchi qo'lim bilan ana qilyapman. Tirnoqlarimizni qaranglar, qanaqa chiroyli qildi. Bye bye. Bye bye, subscribe. Obuna bo'linglar deyapti. Sog' bo'linglar. Orlandagi borgan rasmlarimizni ishlatgan edim. Kepti. Yuringlar.